Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz nima tayyorlaymiz? Narsalarni hammasini oldik. Birinchi kartoshkamizni yaxshi qizartirib qo'yib olamiz. Go'sht, piyoz, bolgar, ko'kat, bizga kerak bo'ladi. Pomidor, chesnok, qalampir, zira, perpir va hammasini tayyorlab oldik. Endi birinchi kartoshkani yaxshi qo'yib olamiz. Go'shtimizni ozgina qo'yib oldik. Endi ustidan piyoz tashlaymiz. Endi boya qo'yib olgan kartoshkamizni tashlaymiz. Endi ustidan bolgarni tashlaymiz. Ustidan yana piyoz tashlaymiz. Endi qalampir tashlaymiz. So'rlam tashlaymiz. Mana pomidor chesnokni tashladik. Endi buni past olovda 2 soatga dimlab qo'yamiz. Xudo xolasa 2 soatda tayyor bo'ladi. Hozir yapamiz. Dimlamamizni pishirib oldik, endi ta'mini ko'ramiz. Bitta like bosamiz. Kartoshkadan ko'raylikchi. Вообще, лобушка.